Mukammal ona emasligimdan xafa emasman. Bolalarimni kayfiyati joyida. Ularga brend kiyim olib bera olmasam ham psixologiyasi buzilmadi. Ba'zan yelkamizga og'ir yuklarni olamiz. Uy yig'ishtirilmagan, oshxona betartib. Nima qilay? Men ham bir insonman. Oddiy inson. Kir yuvadigan, hovli supuradigan, ba'zan ertalab uxlab qoladigan oddiy inson. Men robot emasman. Charchaydigan, lekin yana harakatda davom etadigan oddiy insonman. Va bilasanmi, sen ham shunaqa. Bolalaring uchun eng yaxshi onasan. Ba'zan ishlarga ulgurmaysan, ovqating kech pishadi, xonang betartib, yuraging siqiladi, xomush bo'lasan. Lekin bilaman, sen har kuni qo'lingdan kelganini qilyapsan. Shuning o'zi yetarli. Sen yetarlicha yaxshi insonsan. Undan ortig'i kerak emas. Hech kim mukammal emas. Shunchaki hamma shunday ko'rsatishga harakat qiladi. Otasidan ham yordam so'ra. Hammasini o'zingga olishing shart emas. Charchadingmi? Dam ol. Ko'chaga chiq, havo almashtir. Unutma, sen ham bir onaning erka qizisan. Kelishdikmi?